Buxoroda bo'lgan fuqaroni majburan ko'zlarida yosh bilan tark etgan chunki xalqim mening uchun urushmasin. Buxoroda behuda qon to'kmasin deb ona yurtni Buxoroga tashlab Samarqandga jo'kir amma tashlaydi. O'sha ammadan yo'qlab kelib bu yerda bir yillar chamasi yashab 870-yil 31-avgust juma kuni Ramazon oyi oxirida bir oy ro'za bo'lib 60 yoshlarida mana shu qishloqda vafot etadilar. O'sha vafotdan so'ng o'z hayit namozi o'qigandan keyin ana shu Xarsan qishloq qabristoniga dafn qilinadi. U kishi qabrga qo'yilgan Alloh shunday mo'jiza qiladiki, u kishining qabr tuproqlaridan bir necha kun butun qishloqda, ya'ni Xarsan qishlog'iga xushbo'y hidlar, mushki ambar, ya'ni jannat musohiblar uqurib turadi. Ya'ni o'sha kuni kechasi qabrning to'rt tarafidan ustun kabi oppoq yog'li nurlar chiqib, ko'kka bo'y cho'zarkan, bulutlarga to'sharkan. Go'yoki Alloh kishiga o'z nurlaridan ilohiy bir maqbara qilgan bo'larkan. Ana shundan keyin bu yerlar ming yillar davomida ziyorat qilinib kelinmoqda. Faqatgina sobiq SSR davrida, mana u yashab o'tgansa bilasiz, o'sha paytlari dinimiz cheklab qo'yilgan bo'lgan. Namoz o'qishlar taqiqlanib, masjidlarimiz yopib tashlangan. Mana shunday bir paytda bizning eski masjidimiz ham juda bir xaroba, vayronaxona holda bo'lgan. Hamma yoq yo'ltozor, qamishlar bo'lib eski masjidlarimizda namozxonalar paxta ekish uchun sliter saqlanadigan, o'g'it saqlanadigan dorixonaga, omborxonaga aylantirilgan. Mana shu bir davrda Rossiya poytaxti Moskvaga Indoneziyaning birinchi prezidenti Sukarno janoblari rasmiy tashrif bilan kelgan. Kelishi bilan samolyotdan tushish bilan aeroportga aytganki, mening bu yerga kelishdan birinchi o'rinda maqsadim sizlarning yurtlaringda, ya'ni O'rta Osiyoda, O'zbekiston hududlaringda Imom Buxoriyning qabri bor. O'shani ziyorat qilish debgan. Lekin Rossiya vakillari bilishmasa ekanki, Imom Buxoriy kim? Qabri qayerda joylashgan? Nima uchun shunday davlat prezidenti bu kishini ziyorat qilmoqchi? Surishtirib ko'rishgan. Surishtirib ko'rsa, Samarqandda chekka bir qishloqda xaroba bir masjid bor. Hamma yoq yontozor, qamishlar, masjidlar, dorixona, biz mehmon kutolmaymiz. Mehmon oqsilarini uyalib qolasizlar debgan. Bu holni eshitgan Rossiya vakillari uyalisharkan, bu yerga qo'shib or qilisharkan va bahona qilib aldasharkan aytisharkanki, bu yerlarga borib bo'lmaydi. Yurtimizning eng chekka qismi, samolyot qo'nish uchun aeroport yo'q. Yo'llar shunchaki yomonki, mashina ham yura olmaydi degan. Shunday desak bormaydi, xarobalik ko'rmaydi bo'ylabdi. Lekin Sukarno janoblarining Buxoriy muhojir hurmatlari, ixloslari shunchalik balandroq aytarkanki, agar mashina yura olmasa, poyezd boradimi? Poyezd bormasa menga xaritani beringlar, piyoda bo'lsa ham boraman. Agar